Voydod sulton xonimlarim, sizlar haliyam like bosib kommentariy yozganinglar uchun pul topish imkoniyatinglar borligini bilmaysizlarmi? Hozir direktim portlab ketdi. Ishoninglar, sizlar nahotki haliyam bilmaysizlar. Men bularni oldindan reklama qilganman. Talablarga binoan yaxshiyam siz istoriyangizni ko'rganim, shu reklamangizni orqasidan men hozir ancha-muncha pul topishni boshladim. Rahmat. Zo'r kurator tavsiya qilibsizlar menga. Rahmat aytishgani uchun sizlarga yana qaytadan tavsiya qilyapman. Xullas sulton xonimlarim, sizlarga hozir tavsiya qiladigan kursimda sizlar like, kommentariy yozganinglar uchun pul topishni o'rganasizlar. Tasavvur qilyapsizlarmi? Instagramda ko'rgan videoyingizga like bosib kommentariy yozganingiz uchun pul topa olasiz. Qanaqa dahshat! Qizlar, bu imkoniyatdan foydalanib qolmasanglar bo'lmaydi, aslo bo'lmaydi men sulton xonimlarim. Bundan tashqari qizlar, sizlar logistikani o'rganasizlar. Logistika bu nimaligini ko'pchilik biladi, aytmasam ham, chunki soqqali daromad qiladigan 100% ishonchli kasblardan bittasi. Qizlar, buni o'rganish uchun ham 200-300 dollarlab pul to'laydi odamlar, lekin sizlar hozir narx aytaman, og'zinglar ochilib qoladi. Xullas, logistikada sizlar nimalarni o'rganasizlar? Yuk mashinasiga yuk topib berasizlar, yukka yuk mashinasi topib berasizlar. Sizlar o'rtada aloqachi bo'lib turganinglar uchun soqqani olasizlar. Kuniga 10 dollardan boshlab 100 dollargacha daromad qila olasizlar. Qancha bo'sh vaqtingiz ko'p bo'lsa, shuncha ko'p daromad qila olasiz. Hozir sizga tavsiya berayotgan kursimda ayni shu onlayn tarzda faqatgina internet telefoningiz orqali pul topasiz. Qayerda bo'lishingizdan qat'iy nazar, siz telefoningiz bo'lsa bo'ldi, pul topa olasiz. Bu kurs ichiga yana sulton xonimlar target bilan hattoki SMM yo'nalishlari ham kiradi. Tasavvur qilyapsizlarmi sizlar? SMM yo'nalishining o'zi bitta kursi 500-600 dollar. Target yoqishi ham shunaqa qanchadir dollarga o'rgatishadi-da. Lekin sizlar mana shu sanab o'tgan общий kurslarim bor-u, target yoqishni o'rganasizlar, logistikani o'rganasizlar, SMM o'rganasizlar, saytlardan, har xil saytlardan pul topish yo'llarini o'rganasizlar. Hech qanaqa qimor emas bu. O'zingizlar mehnat qilib pul topasizlar. Like bosganinglar uchun, kommentariy yozganinglar uchun Instagramdan pul topasizlar. Qolganini aytmayapman. Endi blogini yurgizmoqchi bo'lgan blogerlarimiz uchun ham qanday qilib axlatlarni oshirish kerak, qanaqa yo'nalishda videolar qilsa to'pga chiqadi, qanaqa qilib tezroq mashhur bo'lish yo'llarini ham o'rgatadilar qizlar. Xullas shunaqangi yo'nalishlar ko'p. Adashmasam 10 dan ortiq yo'nalishlar bor. Qizlar, ayni shu 10 dan oshiq yo'nalishni sizlar attiga 69 mingga olsanglar bo'ladi. Meni nomimdan chiqsanglar, shunaqa 69 mingga o'qib olishinglar mumkin. Qizlar, tasavvur qilinglar, 69 mingga nima beradi? Bitta burger bersa kerak. Lekin sizlar butun umrlik bilim olasizlar, butun umrlik o'zingizlar uchun kasb bo'lib qoladi. Kuratorlikni ham o'rgatadilar. Sizlar buni orqasidan kuratorlik qilib ham pul topsanglar bo'ladi. Xuddi o'zlariga o'xshab. Bularning ichida qizlar Xitoy kursi ham esidan chiqib qoldi. Xitoydan tovar zakaz qilishlarni ham o'rgatadilar. 69 ming evaziga shuncha kasbni o'rganasizlar. Mana shu profilga murojaat qilsanglar, ko'rib turgan istoriyalar o'chib ketguniga qadar meni nomimdan chiqsanglar 69 ming. Keyin sulton xonimlar, SMS ko'payib ketsa bilasizlar, direct ishlamay qoladi. O'shaning uchun sizlar istoriyasiga yozsanglar, sirasi javob qaytaradilar. Yoki bo'lmasam bironta videosini tagiga kommentariy yozib, kurs haqida Mubinaning nomidan chiqdim deydigan bo'lsanglar, sizlarga o'zlari aloqaga chiqadilar qizlar.